İslam hukuk mecburiyetleriga qisqacha nazar. Abdulhakim Aydın Uyg'ur, Sabahattin Zaim Üniversitesi magistr aspiranti. Bir inson shahodat kalimasini chin qalbidan tasdiqlab, tilda guvohlik bergandan keyin dunyo va oxiratda izzat va sharafga ega musulmonlik sifatiga ega bo'ladi. Bu jarayonda uning shahodat aytishdan ilgari qilgan jinoyatlari kechirim qilinib, xuddi yangi tug'ilgan buvoqqa o'xshash pok va ma'sum bir badanga aylanadi va amal daftarlaridan bir yangi sahifa ochgan bo'ladi. Shar'iy jihatdan bo'lsa, islom qo'g'daydigan huquq va majburiyatlar sohibiga aylanadi. Yuqorqi so'zlarning dalillari uchun shariat qonuni prinsiplari bayon qilingan kitoblarga murojaat qilingan. İslamdaki asosiy huquq va majburiyatlar. 1. İslam tarafidan himoya qilingan huquqlar. İslamdan iborat bu cho'ng oilaning a'zosi bo'lgandan keyin, garchi oila a'zolari o'xshamagan irq, rang, til, madaniyat va farqli jo'g'rafiyaga ega bo'lsa-mu, faqatla musulmonlik sifati bilan farqlantirildi. Boy, kambag'al, hokim, mahkum, ayol ayrilmaydigan o'rtaq huquq zanjiriga a'zo bo'lgan bo'ladi. Bu huquqlar qisqacha elib aytganda, mol-mulk bexatarlik huquqi, jon bexatarlik huquqi, söz va ifoda bildirish huquqi, yuz obro'y huquqi va uningdan boshqa er-xotinlik munosabatining saqlanishi, tug'ilgan bolalarga nasabning isbotlanishi, o'lib ketgandan keyin meros olish va meros qoldirish huquqi, musulmoncha dafn qilinish va musulmonlar qabristonligiga qo'yilish va uningdan boshqalardan iborat. Albatta, musulmonlar diyorida yashayotgan zimmiylarga bu haqlarning ba'zisi shar'iy mahkama tarafidan qo'g'diladi. 2. O'tashga tegishli majburiyatlar. İslam musulmonning huquqini qo'g'digan va himoya qilgandan keyin o'tashga tegishli ba'zi majburiyatlarni belgilab bo'lib, bular dalil manbasi, shakli va muhimligiga asosan farz, vojib, sunnat va mustahab va mubah qatorliq turlarga bo'lingan. İslam hayot mezoni degan vaqtimizda yuqorida tilga olib o'tgan huquq va majburiyatlarni hayotimizga tatbiqlashni ko'rsatadi. Bu orqali islom cho'ng oilasi shakllanadi. Bu haqlar bir musulmonning tug'ilgandan tortib vafot bo'lguncha, hatto vafot bo'lgandan keyingi ish faoliyatlariga mezon va o'lcham qilinadi. Ammo aksicha bo'lganda, musulmon bo'lmasa yoki musulmon bo'lgandan keyin murtad bo'lgan bo'lsa, yuqorqi imtiyozlardan mahrum qilinadi. Ayoli bilan orasi ayirib etildi. Tug'ilgan bolalarga nasab isbotlanmaydi. O'lib ketgandan keyin namozi tushirilmaydi. Musulmonlar qabristonligiga qo'yilmaydi. Meros qoldirish huquqi bo'lmaydi. Hayot bo'lsa, musulmonlardan meros olish huquqi bo'lmaydi, guvohlikqa ham qabul qilinmaydi. Allah bizlarni bundaq dunyoda ijtimoiy xirliq, oxiratda abadiy azobdan saqlasin. Yuqorqi ahkomlar bilan birga islom irq, rang, til, jo'grafiyalik farq, etnik xoslik qatorliq insoniyat dunyosining tabiiy alohidaliklari va xosligiga hurmat qiladi va qo'g'daydi. Ammo hech qaysi birini haq va adolatlik din bo'lgan islomdan ustun qo'yish yoki boshqa bir din ahlini musulmondan ustun qo'yish prinsipini qo'llamaydi. Chunki islom irqchilikqa qarshi turdi, tavhidga chaqirdi. Boshqa dinlar bilan xiyonat qilmagan, musulmonga aziyat bermagan va yoki diniy tashviq qilmagan asosda chiqishib o'tadi. Boshqalarni e'tirof qilmaydigan millatchilikka qarshi turadi, birlikka chaqiradi. Tili yoki rangi sababli tuvan ko'rmaydi. Etnik xosligi sababli shaxslarning boshqa insonlardan farqli imtiyozga ega bo'lishiga qarshi turadigan dunyoviy barobarlik dinidir. Yuqorqilardan dinga muvofiq kelganlar qabul qilindi va to'g'ri kelmaganlari rad qilinadi. Ajdodlarimizdan bugungacha yetib kelgan milliy qimmat qarashlarimizni yuqorqi nuqtalar bilan birlashtirib tushunib boqadigan bo'lsak, ikki nuqtaning asla so'qishib ketmaydiganligini va bir-birini to'liqlash rolini o'ynaydiganligini ko'ra olamiz. Shundaqla Uyg'ur musulmonlarining bu ikki qimmatlik boyliqni urf-odatlarda bo'libmi to'y-to'kin, mehmondorchilik, yemek-ichmak, kiyim-kechak, jamiyat axloqi, ota-bola munosabati qatorliq ko'p nuqtalarda muvaffaqiyatli birlashtirib, milliylikdan ayrilolmaydigan dindorlikdan ayrilolmaydigan milliylikni o'tirg'a qo'ya olgan deb qaraya olamiz. Buning dalillari tuvandikcha. 1.
Jamiyat axloqi jihatda nikohsiz to'y to'kin asla bo'lmaydi. To'y qilmay bola topganlar jamiyat tarafidan siqib chiqariladi. To'ydan burun qiz-yigitlarning muhabbatlashishi milliy urf-odat nuqtasidan yaxshi ko'rilmaydi. Qiz-yigit munosabatiga cheklama qo'yiladi. Ikkinchi, ota-bola munosabati jihatda Qur'oni Karimda hatto of deyish cheklangan. Atalarning so'ziga raddiya bermaslik, ismini atab chaqirmaslik, uyning o'g'illaridan birining cho'ng uyga varislik qilishi, kelinning qiyin ota qiyin onasining xizmatini qilishi qatorliqlar bo'lib, buningdan chekniganlar jamiyat tarafidan tanqidga uchraydi. Uchinchi, yemek-ichmek jihatda tomoqdan burun qo'l yuvish, qo'lini qochig'i silkimaslik, cho'nglarni hurmatlab to'rga o'ltirg'izish, cho'nglar kirganda o'rnidan turib hurmat bildirish va uningga munosabatli takalluf so'zlari dinimizning ta'limotlariga zid kelmaydi. To'rtinchi, kiyim-kechak jihatda bosh kiyim va atlas madaniyati, tor va ochiq kiyim kiymaslik, qizlarning beshini o'rishi, o'g'illarning do'ppi kiyishi qatorliq milliyligimizning ro'shan ifodalari dinimizga uyg'un shaklda birlashtirilgan. Yuqorida tilga ilingan qoida usullarning ba'zisi uchun ochiq dalil nuqtasidan dinda hech qanday o'rin bo'lmasa-mu, xalqimiz dinning ruhiga uyg'un bo'lganligi uchun urf-odat nuqtasidan jamiyat tartibi sifatida qabul qilgan. Shunga dinsizlik bilan milliylik bir tuqqan yoki dindorlik bilan milliylik bir-biriga zid keladi degan qarashlarni mutlaq rad qila olamiz. Biz da'vatgan milliylik shart va prinsiplarga uyg'un ijro qilingan muddatda dinimizning asosiy maqsadi va ahkomlariga aslo zid kelmaydi. Ulug' Alloh islom ne'mati bilan sharaflantirgan Uyg'ur turk millatiga rahmatini ayamasin. Islom ruhi bilan yashashga hammamizni muvaffaq qilsin. Amin.